Hammaga salom, bolalar obunachilar. Men sizlar bilan shu videoning ikkinchi qismini olmoqchiman. Va men yana o'sha videoni olishga qaytib keldim. Bo'lmasam biz videoni boshladik. Qolgan qiziq joylarini videoning davomida ko'rasizlar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Chunki oxirida sizlarni juda ham qiziq modlar, narsalar, sayohatlar kutyapti. Bu modda men faqat sayohat qilib yuraman. Bitta joyga to'xtab qolmayman. Ishoninglar. Bo'lmasam video boshlandi. Mana biz video survivalimizni boshladik. Bizga 4 ta dona kakao suv berildi. Yaxshi, qo'rinni juda ham o'z jonim nimaga yaranagan bo'lib turildim. Kokos daraxt bor ekan, mayli, hech bo'lmaydi. Ko'ramiz. Nima bilan? Yiqilma. Короче, bolabunachilarni o'shani ko'lab oldim. 11 ta anaqa tusharkan. Hozir yana bitta ko'lab ko'rsataman. Mana bu mirkan. Mana bitta ko'kun deb yozib qo'ydi. Water yozib qo'ydi. Hozir buni verstakdan endi verstak yasab buni waterliga aylantiramiz. Mamcha uchun. Mana shunaqa yasab olarkanman. Просто так verstak kerak. Hali endi bizga taxta kerak. Ikkita verstak. Cho'pdan ancha olamiz. Cho'pmas, yog'och. Hozircha bizga umuman ana qilich kerak emas, chunki biz bitta toshlik kuchayib olamiz. Video davomida ko'rasizlar. Yomon tepaga uchirib olar ekan. Nimaga deb uchirganini bilmadim. Oyog'im qisilib qoldimi? Jin nima bu? Ustimdan kulyapti bomba. Просто tep qo'ysam qochar. Qochib turaylik. Nima ustiga tursa ham tushib ketar ekanmiz. Ularga Ishqilmanga uchmaydi. Sifatli kontent uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Chunki men bu video uchun qancha vaqt sarfladim. O'zinglar bilasizlar, bitta shortsimda yetib ketdim. Hard modga o'xshashdi. Surdim. Yetib oldim. Shuning uchun bulan sabrishga qo'shishim mumkin. Men bu yerga juda ham ko'p qo'shganman. Xullas, o'zinglar buni video davomida yana ko'rasizlar. Men ishlar topishim kerak. Blok qo'ysam shunaqa bo'ladi. Animatsion moblar shunaqa omadli bo'laman. Ammo bilsanglar, hamma videomda omadli bo'lganman. Omadli bo'laman deyman. Nihoyat qal'amizga kirib ketmaymizmi hozir? Mana qilib tursak bo'ladi. Iltimos. Shunaqa omadli va bir basga tushib oldim, portlab ketdi. Hammasini olaman. Hozir bizga eng kerakli Diamond Air. Tosh.
28 ta tosh. Mana yo'lan chiqdi toshlar. Bizga yomon omadimizga o'tdimi? Hozir hamma narsani oldi. Mana hamma narsalarni oldim. Hamma yo'q portlab, yoyilib, sochilib yotibdi. Endi biz tepaga chiqishimiz kerak. Shuncha qiynalib. Stop, menda muammo yo'q. Bemalol chiqaman. Nima ishlab? Chiqqanimizga kechib qaytamiz. Bo'pti, vaqt tez o'tishini. Mana uni yopib, mana shu yerda bir kun o'tkazamiz. Stop. Nimaga sizlar shunday sifatli kontentni ko'rib, like va obuna bo'lmaysizlar? Buni qanaqaligini bilasizlarmi? Короче, like va obuna bo'lmaganini yuziga urguncha odam to'g'ri otib ketsin. Rostdan hamda bitta dona like bilan obuna jalkami? Просто tugmani bosib qo'ysanglar bo'ldi. Shuning uchun like bosib obuna bo'linglar. Bashirlik urguncha odam to'g'ri otib ketishini xohlamasanglar. Bo'lmasam ertasi kungacha biz mana shu tunnelda qolamiz. Mana ertalab ham tushib bunimizcha hazillashdim borlar. Uzr, mana kechirasizlar davom etaman. Men cheat ishlabdim. Hammalar ko'rib turganingizda men cheat ishlabdim. Tez. Ketma, bejon. Tamos. Romid debsan, eng zo'r mashina tutdi. Bola meni zombi o'ldirib qo'ydi. Shuncha narsa menda qattiq topaman. O'ladigan mod qo'shishim kerak edi. O'lsam tanamni bor narsam olardi, menda qattiq topaman. Zombilar olib kelib olishgan. Yo'q, hammaga xayr bolalar obunachilar. Men bugungi videoni o'z nihoyasiga yetkazdim. Bu videoning albatta 3-qism bor. 13 masaladan 350 ta obunachi talab qilaman va bu videoni 3-qismi ham chiqadi. 3-qismida yana men modlar qo'shaman. Shuning uchun tezroq kanalga o'tib obuna bo'linglar va 3-qismini kutayotganlarga yordam beringlar. Hammaga xayr bolalar obunachilar.